Baylık ya hatırcanlık Meyislenme acir mihnette Bulmaz etken her eşim tenlik Yıkılırsan biri jülaydı Acir bilen hayat gülaydı İşes bilen baksan adiye Yıllar alğadaydı Baxıt her kimning ko'zida har xil U bir odam yoki bir fursat Baxıt qanoatdir bilgin U bir didor yoki bir tanha Doğru. Bu bezbunama çok şair olmalı. Eğer sen şiir yazıqın şunchalik uzoq vaqt bo'ldi, lekin biror taxallusing yo'q. Davlat shoirlarni hammasini taxallusi bor. Sen birini qo'yib beraymi? Mayli? To'xtalish baqa ya. Suget yaqinda. Çoğuğanı üzen koyu olarsa. Ya balan koyup koy bekmez geldi. To'xta. Shunda olsa to'g'raqchi. To'g'raq. Maha bulduk ya. Banda yaxshilarini topmam sarayman. Nima o'zi söyledi? Yani şu to'g'raq qo'yib bering. Çoğuğanı şair olsam, mesela şiirlerim üstüge şair to'g'raq deb yazıp ketsem. Hapsi. Mana keldim mana. Nimeş? Rafael qana. Abay chiqib ketdi to'xtaqay. Darhol tilpma qil. Darhol kelsin. Nim moymuş vatdi. Kech kelganda deysanglar bo'lmam. Va moyim ish bo'lmasa men kelsin demdim ha. Buludu. Oye, ishqilani. Ko'msanglar, ko'ginglar kelib ketgan. Ko'rishganliklar urushgan. Bo'la. Tağa, baksat bo'ldi. Dadam muhim bir ish bilan meni izlabdi. Siz bilan tomoq yemaydigan bo'ldim. Voy, ishim bo'lmaydi, ishqisi yo'q. Voy, yaqinroq yerda bir to'xtab qolsam, tushib qolay. Bu daqiqatim ko'rishganda bir tomoq yeymiz, juma. Tağa, kelar qaytim men cho'qim mehmon qilaman. Unda dema, men qilay. Undaqda mushiyat to'xta ya. To'xtab qolsam, tushib qolay. Sen aldirash o'yin o'ynash bo'lgandan keyin berk. Baksat bo'ldi, tağa. Ishqisi yo'q. Ma'qul, ko'rishamiz, juma. Unda o'zing asra, ha? Ma'qul. Ma'qul hamsa? Ma'qul, xo'sham. Ma'qul. Xo'sh. Dada, meni izlab ekansan. Kela bilan kela o'tir. Kayfiyating bek yaxshi-ku, nima ish bo'ldi? Balam, bu kitobni sen kim berdi? Bu kitobni o'tir yosh bir odam berdi. Nima ish bo'ldi? O necha yoshli bor ekan? Ismi nima ekan? Sen nima uning qiziqib qolding? O she'r yozayotgan qancha uzun bo'pti?
Uning deyishicha, u to'liq o'tirdan boshlab she'r yozib ekan. Biroq boshqalarning yoqtirishiga erishamabdi. Men uning she'rlarini ko'rgandan keyin, garchi toza dabdabalik yozamisimu, lekin yanada turmushlik mazmunlar ekan. Shunga men yoqtirib qoldim. Sen Allah qilishini bir ban bilan. Bog'wa, u oldingi qitim menga deb bergan. Unda olsa balam men bilan bir ko'rishdi. Vakitga bir nashr qilmagan bo'lsa, yordam qilayli. Sen uning she'rini yoqtirib qoldingmi? Rasmi yoqtirdim. Men bilan ko'rishdigincha ma balam. Men tirishib baqay. Bo'l. Chaqam bo'l. Ma'qul. Ma'qul. Amsa men ishimga mangdim. Xo'sh. Sizlarmi kelibsizlar? Nimalar deb keldinglar? Qandaq olib beray deganmi? Chatta yo'q-ku, lekin siz oldigan narsani men olmasmanki. Ayron, Rafaelchu, ajab sizlar bilan birgaman. Rafaelning ishi borki, shunga kelamay qoldim. Ha, bo'pti. Ana sizlar meni beringlar. Ma'qul-a? Ko'rishamiz xo'sh. Voy. Qarab qo'ydingmi? Nima qarab qo'ygan bo'lsam jira? Men qarsangmi sinolmagan ekan jira to'p. O'lganda uzatma. Voy yomon aka. Vay. Necha kungacha bir qiz balni boshlab baraman. Siz o'rinlashtirib qo'ying. Dadam so'rab qolsa, meni akaldi deb qo'ying. Ma'qul. Xo'sh. Ay. Voy, sizga qapsizmi bu yerga? Aylanib keldim. O'zingiz yolg'iz keldingizmi? Ha? Sizga yuz chaplaq sovuq qilib keldim. Mana Xiaomoyang yuz chaplag'i. Sizdek umaq. Ilang. Rasmiyadan xijil qilib qo'ysiz juma. Bo'ldimi o'zim qilay? Ha, bo'ldi. Men yordamlashay. Ha. Bo'ldi, men yordamlashay. Vay başlaydı. Rafael tepildi. Biroq u Vandadagi bir kiyim do'kon kiyim sotayotganda qildiğini bir qizol var. Men bildim. Siz onunga bildirmay, kuzatib baqing. Ondan onunga telefon qilib, shoir bilan ko'rishadigan ishni eslatib qo'ying. Ma'qul edi.
Buncha ko'p kiyimni siz qanday xiratlab bo'lsiz? Bizdan bilan tegaydi. Bek chapaliq ekan. Tutib turing, telefon kelib qoldi. Voy. Ma'qul. Bildim. Xo'sh. Yaxshimisiz, tag'a? Men Rafael. Yaqin oyoqqa yaxshi turyapsiz. Mundaq ishdi. Dadam sizning yozgan she'ringizni intayin yaxshi ko'rdi. Siz bilan ko'rishkisi bor ekan. Ajab yaxshi. O'rni Xonshuyadagi Xuajilinda. To'g'ri. Men dadamning nomerini uchir qilib avatib beray. Ma'qulmi? Siz beribla telefon qilsangiz bo'ladi. Ma'qul. Ma'qul, xo'sh tag'a. Xo'sh. Akilang. Sizni bundoq jaboda qo'ysam qandoq bo'ladi, ha? Shundaqmi? Kiram. Tag'a yaxshimi? Qizim yaxshimi? Yaxshi. Rafaelchu? Rafael, Venda'da datamda. Vanda. Nima ketdi tag'a? Aybollar o'zimizda. Qizim to'xtama. Sizlarni ish qilsangiz? Rafaelning nimishlarni adresini bilib baqay tag'a. Ma'qulman oldi. Balam. Qarshag'anda. Bo'ladi. Bo'ladi. Yaxshimisiz? O'tiring. Rahmat. Siz Rafaelninki dadisi bo'lamisiz? Shundoq. Rafaelning dadisi bo'laman. Siz undaqda iliq shoir bo'lamisiz? Nadikini bu nomga munosib kelmayman. She'ringizni bek yoqtirdim. She'rni haqiqatan yaxshi yozib ekansiz. Nadikini bu she'rlarim shu mening subyektiv orzuyimni inkos qildi shu. Hech qanchalik narsa emas. Sizningki mening she'rimni yoqtirib o'qiganingizdan ko'p minnatdor bo'ldim. Sizdan bir ishni so'rab boqay. She'rlarning hammasini o'zingiz yozganmi? Hammani o'zim yozgan. Undaqda sizning taxallusingiz to'g'roq. To'g'roq? To'g'roq. To'g'roq? Siz? Men qamirdi do'stim. Siz qamirdinmi? Shundoq. Voy, qamirdi adashing. Voy, bu yerda ko'rishib qoldiqini ajab o'ylabman. Ajab yaxshi oldi. Ajab yaxshi oldi juma adash. Qanday undan turyapsan adash? O'tir. Ajab o'ylamabman juma. Mushunda uzun yillardan beri mishada uchirishib qoldiganligimizni. Men hayron qoldim do'stim. Sen yaxshi turayotgansan. Yaxshi yomon deb ketgili bo'lmaydi adash. Qadr avval ketyapman. Shu ayolim baldur ketib qoldi. Qizim bilan yandek ap o'tmayman. Shu meni xo'sh qildigini, mushu she'rlarim, shu o'tmishim shu adash.
Vaqt pek tez o'tdi do'stim. Biz mi yosh edik? Qaridik. Balaliq oldik. Sen bek yosh turibsan adash. Adash men qirib ketdim juma. Men qirib ketdim. Yo'q. Mening bunda tug'alqimdilam yaxshilab ketganim maydi. Shirkatning ahvolimi toza yaxshi emas. O'g'lim Rafailmi toza menga yaramaydigan chiqib qoldi degina. Lekin Rafail bizning bunda tasodifiy ko'rishib qolishimizga sababchi bo'ldi. Uni rahmat esak bo'ldi juma. To'g'ri. O'g'limni men bunchalar yordam qilganligini o'ylab boqmabdi ekan do'stim. Uni yoqtirib qoldim. Uning mijozi sen yosh vaqtingdagi eliqi mijozingga o'xshash. Qanday qilish? Cho'nglar, ayoling, balchaqlaring yaxshi turamdi? Yaxshi, yaxshi. Yaxshi do'stim, yaxshi. Bugun bek japa chekdingiz. Suv iching. Ma'qul. Mencha bu xizmat sizga faqat mos kelmaydi ekan. Men sizga yangi xizmat o'qishyapman. Ta'minotim yaxshi. Bo'ldi, Mishel shunday yaxshi ishlatman u. Siz yaxshi ishlayapsiz. Biroq maoshi yaxshi emas ekan. Mening chiqimim ya yuqori bo'lmasa, uning ustiga uyamni yaqin emasmi? Siz yana bahona tepib yordamimni rad qilyapsiz. Lekin elimni sizni bekor qilyapti. Mendan ansirayapsiz. Boshqalarga yordam qilish degan yaxshi ish. Uning ustiga sizga. Haras. Siz kunda mashina haydab bekor bo'lgan vaqtlaringizda bu yerga kelib yordamlashib sizni bek chapa qo'ydim. Ansirab qopsiz-da. Siz mush yerda bir kun bo'ladi ekansiz, menmo kunda kelaverman. Agar mening charchab qolishimdan ansirsangiz, men degandek qiling. Nima deysiz? Siz boramsiz, bormamsiz? Ma'qul, men boray. Menga gapingiz bo'ldi. Nimagingiz bor? Rafail! Nimişik telefonumdan almaydı ki sen asıl bu yerde Akkatqı Şahzade'den kül kızın hikayesini davamlaştırıyorsunuz da ha? Nim davatsız? Nimi davat qildim sizga obdan ayon. Bo'ldi. Bu yerda varanchiron qilmay, tez qayting. Varanchiron qilmay? Men bugun varanchironni qanday bo'ldig'ini ko'rsatib qo'yman. Shahnoz bo'ldi. Mo'shin bir prikaz ishladi. Meni rad u mening tanishim siz bilan aloqasi yo'q. Hamma narsaning sabr toqati bo'ladi. Meningmi shu? Gapingiz tugagan bo'lsa, bu yerdan kessangiz bo'ladi. Keting. Buni ep yo'q qiling. Shoqim pushaymon qildirma. Bir nima bo'lmagan siz. Yo'q, Ha, o'tiring, hech ish yo'q. Keyin chiqib qolsa. Chiqmasammi bo'ladi. Chiqsammi baribir o'xshash. Bakrak chechilib qolaman tag'i. Lekin u men sababdan sizni xato tushunib qoldim qanday? Men tex sizni meni xato tushunib qoldimikin deb ansirayapman. Ikkimizning dadisi savdo sheriklari. Ular o'zining foyda manfaati uchun bu to'yni qilmoqchi. Shunga menmo amalsiz qoldim. Buni buncha tushuntirib umishtirdi. Bunda qilayli. Sal turib chiqib tamoq yeb, ondan mening mashinamda aylanayli. Ondan yaqinda bir yangi film chiqibdi. Bak Fayzi deb angladim. Nima kino? Ismi yodimda qolmabdi. Yaqinning yoqi bak oldirash untig'ib bo'lib qoldim. Hay, siz bugun boshqacha chiroyli bo'lib ketibsiz. Rasman. Sizni aldab nima qilay? Bunda qilayli. Buningdan keyin sizning nimagingiz kelsa, shuni yeyli, ha? U maqlig'ini. Qamariddin yaxshimi? Sizning o'g'ling Rafailning qiz do'sti bor ekan-ku. Bunda ishning borlig'ini bilib turibsan, menga burroq demabsan. Qizim bu ahvol uqqandan keyin bak yig'lab ketdi.
Bundaq olsa men dadisi turib qandaq chidayman? Ey, unda ish yo'q. Sen avval Shahnozga yaxshiroq tasalli bergin. Men bu ishni Rafaildan bir aniqlab ko'ray. Sen mi bilsa qara, mening shu bir talla atvorli qizim bor. Uni boshqalarning buza qilishini men faqatli xohlamayman. Shundoq. Seni qizing meningmi qizim? Sen aldirmay, xapamay turmamsan. Ma'qulamsan, ma'qul. Ha, xo'sh. Ma'qul adash, ma'qul. Әмсә siz ishga tushadiganning tayyorligini qiling. Sizni bek avvat qo'yatdim, oldingizda bak hech yo'q. Yo'q, Voy. Ma'qul. Men shirkatga berib seni izlay. Ma'qul. Xo'sh. Aldirsangiz menga beram bo'lsa. Yo'q, aldirmayman. Avval aylanaylik. Dada, men keldim. Yaxshimisiz? Sen mendada nima ish qilding? O'zim nima qildim? Ni hoyda. O'ngib ketganda menga vurdimi o'yle. Çünkü işxonamda bir to'xtam yutib ketdi. Siz yuturib etmagansiz, ha?